Ko'pchilik odamlarda nafas olishga qiynaladi. Doktorlar borsa burun to'siq qiyshiq deydi. Shu o'zi qanaqa burun to'siq qiyshayib qoladi? Nima sabab bo'ladi? Nimaga operatsiya qildirishadi? Shularni qisqacha qilib tushuntirib bering. Burun to'siq qiyshiqligi o'zi kelib chiqish sababi keladigan bo'lsa, aynan bitta sabab yechish qiyin. Sabab tug'ilgandan keyin postrodovой travma hisobiga ham burun to'siq qiyshiq bo'lishi mumkin yoki подростковый yoshga kelganda o'sha o'sish zonasida, o'sha burun to'siqning o'sish zonasida bir-biriga nomutanosiblik hisobiga ham burun to'siq qiyshaysh hisobiga olib kelishi mumkin. Yoki shu o'sish davrida travma hisobiga ham burun to'siq qiyshayshi mumkin. Bularning hammasi o'sha burun to'siqning qiyshiqligiga olib kelishi mumkin bu holatlar. Hammada har xil burun to'siq qiyshayadi. Misol uchun kimlar operatsiya qilish kerak, kimlar lecheniya qilsa ham tuzaladi deyshadi, kimlar sprey islatadi. Umuman operatsiya qilmasdan qanaqa nafas olish yaxshilash yo'llari bor. Kimdir spreylar aytadi. Spreylar qanchalik yordam beradi? Shu haqida ham ma'lumot berib keting. Endi burun to'siq qiyshiqligi holatiga ham qaraladi. Kimlardir juda ham keskin qiyshaygan bo'lishi mumkin, kimlardir ozgina qiyshaygan bo'lishi mumkin. Shu keskin qiyshaygan odamlar ham nafasdan shikoyat bo'lmasligi mumkin. Yoki ozgina qiyshiqlik bo'lsa ham shular nafas olishga shikoyati bo'lishi mumkin. Bular nimaga bog'liq? Ammo juda ham keskin qiyshaygan insonlarda yoshlikdan agar qiyshiq bo'lsa, o'sha nafas olishga shu holatga o'rgangan o'sha. Kislorod yetishga o'rgangan. Ozgina qiyshiq odamlar yaqinda qiyshayishni boshlagan yoki boya aytgandek подростковый yoshga kelib o'zi qiyshayishni boshlagandir. Shuni hisobiga burun bichish holatlari kelib chiqadi. Ko'pincha mana shu burun bichish holatida burun spreylariga o'tirib qoladi bular. Burun sprey sepganda burun ochiladi. Bu burun to'sig'iga umuman aloqasi yo'q sprey. Bu yonidagi chig'anoqlar bo'ladi. O'sha chig'anoqlar sprey sepganimizda kichkinalashadi. Yo'l ochiladi. O'sha hisobiga nafas ham ochiladi. Burun spreylarni sepish, uzoq muddat sepish bu yaxshi narsalikka olib kelmaydi, ya'ni qaramlikka olib keladi. Burun sprey sepmasa, burun ochiq bo'lsa ham sprey sepmasa, burun ochilmagandek tasavvur uyg'onadi insonga. Xuddi narkotikka o'xshab. Men maslahatim burun spreylaridan ko'p foydalanish kerak emas. Sabab o'sha qaramlikka chaqiradi. Agar burun to'siq qiyshiq, burun bichish holatlari ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yuz operatsiya qilish kerak bo'ladi, nafas ochish kerak bo'ladi. Shunaqa vaziyat ham bo'ladi, operatsiya qilira olmaslik. Bu holatda nima qilish kerak? Oddiy fizrastvor. Fizrastvorda yoki burun ochuvchi spreylardan tashqari burun davolash spreylar bor-da, ular ham ozgina bo'lsa ham yordam beradi burun ochishga. Oddiy fizrastvorda yoki dolfin, ksil, burunduk degan har xil moslama bor burun yuvishga. Tuzli eritmalarda yuvib burunni shuni ochib tursa bo'ladi, burun bitib qolsa. Xo'p, men burun to'siq qiyshiq dedi. Qanaqa operatsiya tayyorlaysizlar? Umuman operatsiyagacha bo'lgan jarayon qanaqa bo'ladi? Misol, sizlar men burun to'sig'i bilan shikoyat bilan keldi, men operatsiyaga qanaqa tayyorgarlik bo'ladi? Analizdan qaysi doktorni ko'rish kerakmi yoki qanaqadir tayyorgarliklar qilib kelish kerakmi? Nima qilish kerak? Yo'q, agar nafas olishdan shikoyat bo'lsa, uni kelish kerak bo'ladi, tekshirishimiz kerak bo'ladi. Imminni burun to'sig'i qiyshiqligi hisobiga burun bityaptimi? Yoki boshqa sabab burun bityaptimi? Uni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Tekshiruv jarayonida o'sha rentgen qilinadi, ya'ni 3D rentgen, hozirgi eng zamonaviy rentgenlardan bittasi, endoskop bilan tekshiriladi. Agar haqiqatan ham burun to'siq qiyshiqligi hisobiga burun bichish yuzaga kelayotgan bo'lsa, operatsiyaga ko'rsatma bo'ladi. Yo'q, undan tashqari burun bichishga ko'pda sabablar. Misol uchun allergiya hisobiga burun bichish ham mumkin, burun to'siq tekis bo'lib, yoki burun yondosh bo'shliqlarida har xil shamollashlar, ya'ni gaymarit bo'lishi mumkin. Shularning hisobiga agar burun bitayotgan bo'lsa, yo'q, lecheniya qilinadi, xudo xolasa undan keyin burun ochiladi. Agar burun to'siq qiyshiqlik bo'ladigan bo'lsa, operatsiya ko'rsatma bo'lsa, bemor operatsiyaga rozi bo'ladigan bo'lsa, nimalar qilinadi? Bir kun o'zida hammasini qilsa bo'ladi. Ya'ni qanaqa? 3D rentgen qilinadi, analizlar topshiriladi, hammasi shu klinika o'zida bo'ladi. Analiz javoblariga qaraladi, undan tashqari kardiolog yurak tekshiruvdan o'tkaziladi. Kardiolog ruxsat bersa, biz operatsiyaga olamiz. Operatsiyadan oldin anesteziolog nazoratidan o'tadi. Agar anesteziolog ham hammasi joyida, narkoz berishga ruxsat bor deb ruxsat bo'lsa, unda operatsiya olinadi. Operatsiya jarayoniga keladigan bo'lsa, operatsiya общий narkozda bo'ladi. Hozirgi zamonaviy narkozlarda izofluran, sevofluran degan gazli narkozlar bo'ladi, shulardan foydalanadi. Operatsiya jarayonida hech qanaqa og'riq, bezovtalik hech narsa sezilmaydi. Bemor uchun 5 daqiqada operatsiya bo'lgan deb tuyuladi. O'zi operatsiya jarayoni taxminan yarim soat 40 minut bo'ladi, burun to'sig'ini o'zi bo'lsa.